Arzimaydi opa. Joning sog' bo'lsin. Hech narsa qilmaydi. Bo'ldi opa. Pochchamga salom ayting. Xizmatlar bo'lsa bemalol aytavering, xo'p? Bo'pti. Mana. Ha, ber. Ko'chada odam kutyapti. Laylo opam bilan gaplashdingizmi? Ha, Laylo opam telefon qildilar. Kecha jiyanimning kontraktiga ozgina pul yetmayotgan ekan. Shart to'lab qo'ydim. Rosa xursand bo'lib qoldilar. Rahmat aytishga telefon qildilar. Shunaqa deng, o'tgan hafta ukangiz bolasini bog'chasiga ham pul bergandingiz. O'zingiz ham 3 ta bolangiz bor adasi, sal o'ylasangiz bo'lardi. Tushunmadim. Nima biror narsadan qiynalib qoldingmi? Opalarimmi, ukalarimmi sharoitdan bizning sharoit ancha yaxshi. Bolalarimga biror narsa yetmayaptimi? Ne unaqa gaplarni gapiryapsan? Xo'p, o'sha pullarni dollar qilib qo'ysak, tilla qilib qo'ysak, ertaga bu narsamizga kerak bo'ladi. Bir marta ko'rdik, dollar qilib qo'ydik, ukangga berib yording. Bu bilinmaydi-a? Mani jigarlarimni gapirasan, ko'chaga ketayotganda kayfiyatimni rasvo qilasan. Mani ishlarimga umuman aralashma, tushundingmi? Pul topayotganmanmi? Uyda jimgina o'tir. Rasvo qilding kayfiyatimni. Kar ichkariga. O'rtoq kutib qolmadingmi? Chiqdingmi? Ha. Ha, kayfiyating yo'q, tinchlikmi? Ko'rmaysan bu xotinni? Qattan ham gapirdim bu gaplarni. Opam jiyanimning kontraktini to'lashga qiynalayotgan ekanlar. Borib to'lab keldim. Xo'sh, Rahmat aytib telefon qildi. Xotin eshitib qolib, yuzimga solyapti. Opalaringizga, ukalaringizga yaxshilik qilasiz. O'zimizning bolalarimiz uchun shuncha bolamiz bor deb. Menga aqllilik qilyapti. Nima endi xotindan so'rab jigarlarimga yaxshilik qilishim kerakmi? xafa bo'lmaginu ayb o'zingda. Qanaqasiga menda? Nima bu gaping bilan jigarlaringga yordam berma demoqchimisan? O'zingga ham yordam berib yurasan-ku jigarlaringga. To'g'ri, men ham qarashib turaman. Lekin xotinga aytmayman. Dadam rahmatlining bitta gaplari bo'lardi. Xotiningga hamma gapni aytsang ham, jigarlaringga qilgan yaxshiligingni aytmay qo'yaver dirdilar. Sen yaxshilik qilyapman deb xursand bo'lasan, lekin ayoling noto'g'ri tushunib qolishi mumkin. O'zing bilmagan holda jigarlaringni yomon ko'rsatib qo'yishing mumkin. Tushunding? Bu dadamning gaplari. Eslab qolgin. Shunisi yarashdi, nima deysiz? Xotin menga qara. Hozir akam boradilar. Seyfdan qancha pul kerak bo'lsa olib bering. Ha, deb akalaringizga pul beraverasizmi? Menga qara. Ko'p gapirma, aytganimni qil. Tushundingmi? Ha, tinchlikmi? Aka ko'rmaysizmi? Xotinlarda. Bu dunyoda xotinga aytilishi shart bo'lmagan gaplar ham bor-da.